Ehsonning mukofoti ehsondir. Dasturimizni xayriya sahifasi bilan davom ettiramiz. 49 yoshli yurtdoshimizga jigar sirrozi kasallik tashxisi qo'yilgan. Undan tashqari bemorning oshqozonida ham varikoz borligi aniqlangan. Bir vaqtning o'zida ikki darddan azob chekayotgan oila boquvchisi ayni kunlarda saxovatpesha insonlar ko'magiga muhtoj. Imkoningiz bo'lsa, yordam qo'lini uzating. Yoshliklarida sariq kasal bo'lganlar shunga lecheniya olib bora sirroz pechenga aylandi. 2023-yil sirroz pechin deb tashxis qo'yishdi. Sanjar akaning ahvoli og'irlashib qolgani uchun hozir shifoxonada davolanyapti. Shuning uchun ham ayolning o'zi saxovatpesha insonlardan yordam so'rab murojaat yo'llagan. Aslida Feruza opaning o'zi ham muolajalar olishi kerak, lekin oilaviy sharoit og'ir bo'lgani uchun imkon topolmayapti. Xo'jayinimlar har 6 oyda lecheniya oladilar. Sharoitimiz og'ir, qo'lingizdan kelsa, imkoniyatingiz bo'lsa yordam beringlar. Meni 3 ta yosh go'dagim bor. Yosh farzandlarim bor. Kattasi 9 yosh, kichkinasi 6 yosh, 3 yosh. Oila boquvchisi 3-guruh nogironlar ro'yxatiga olingan. Davolanishga esa qo'shimcha mablag' yo'q. Imkoningiz bo'lsa ularga yordam qo'lini uzating. 3 nafar farzandning dadasi tezroq shifo topsin. Motor G'ulom Nazirova, Asilbek Olimov, Hudud informatsion dasturi uchun.